Recep ötkense futbol oynaşını emmeyle bilidi. Ügünüş pek oğlay. Bana emsi ügütüp koy, sanlık kıma, ha? Makul. Bir kösan ügünü olursan. Makul, ben köpçülükünü çakıray ketme. Bizim futbol oynadığımızını köylü geldin mi? Yok, ben rapper bağırı geldim. Futbol kayıtlarını alttan bilme. Tayarlık bitti, başlayalım. Oldurma. Hem de başlamasan tatlı mı? Oldurmayı durmamışlar. Top ne, çok mu oynaymayız ha? Ben oldurup gidiyorum ben. Bu bırakıl yürüyüş hareketi. Oyununu oynaş için oyunun kayıtını belirleyiş gerek. Olsa tuturumuz. Yaxşı, ben kaydısını sözlep berey. İkiga bölünümüz. Oynagan çağda bir-birinle iştersanla, topnu tutsanla, kaydıga xilaplı qilgan bo'lasizlar. Hammaylar sakrab bedenimizni qistayli. Qani sakranla. Sime sakrayli. Ulan boğan da. Bedenimiz obdan qistayli. Hazırlı top tepimiz. Boldi. Endi boldi. Bu hareketden keyin asosiy mahorat mashqi ip borimiz. Men sizlarga pas beraman. Sizlar menga pas bersizlar. Yaxshi. Boldi, endi yeni bir mashq bor. Maydonni aylanib yuguranglar. Simiz qo'yrat, qo'yrat.
tez yugurunglar. Bolanmadım, peşim ağrıp ketivatıdı. Galet iş bu, beşanın işki yeri işip kaptı. Beşan şırıldan ağırgan okşaydı. Tura-vurun, davamlık yugur, ha? Keyin doktorga ko'rinib doktor yeysan beshing og'rimaydi. Men doktor chaqirib kelay. Bilamdi? Endi top üstüşünü meşgul qilinglar. Növbet bilan üssinglar. Peshonanglar bilan ussizlar. Hammanglar tushundinglarmi? Ya şunu zeminin qo'sig'ini o'chib ketdi. Babamni deb peshongda yuz. Ay, bo'lmay qoldi-da. Bu yoqqa. Voy jon, bek og'rib ketdi. Beshim bek og'rib ketdi. Bek og'rib ketdi. Men bu Alis geldi. Taşıg'ışnal. Tez bo'l. U nim bo'pti? Dostimiz Bimbo'ga mengiz chiqqidek. Mengiz? Daraxtchaqidekmi? Daraxtshahar. Bu mengizi. Beshingni past qil Bimbo. To'g'ri surkab qo'ysam og'irmaydi. Hozir kichik, inchki mengiz chiqibdi. Cho'ng bo'lgancha chiroyli bo'g'i mengizi chiqadi. Bo'g'imin guzi? Shundaq bo'g'imin guzi. Onun beshig'i mengiz chiqadi ekan, qiziq ishlaymi? Uni zo'rliq qilmanglar. Aha, u cho'ngibdi. Uni beshi davomli og'rimdi, ha? Yo'q, boshlangan chog'da ozroq og'riydi. Men ketdim, asal yeb kelay. Bizmi ketaylik? Xo'sh emisa? Xo'sh. Xo'sh, hadi, xo'sh, baro, xo'sh. Xo'sh. Qani yana mashq qilinglar. Bo'lmasa, menga uygunamaysizlar. Ma'qul, men endi usmay. Biz hunarimizni to'liq ko'rsatib ularni hayron qildiraylisimiz. Odam, ma'qul. Endi ikki guruhga ayrilinglar. Xohlagancha ayrilsanglar bo'ladi. Biz usta, bizning guruhimiz cho'qim tutdi. To'g'ri, sizlar bizni tutolmaysizlar. Sen A guruhiga bor, men B guruhiga boray. Yo'q, ikkimiz bir guruhda o'ynaylik. Yo'q. Sen o'ynamaysan. Yo'q. Semiz. Men sen bilan birga o'ynayman, boshqalar bilan o'ynamayman. Mushunda qilmay boshqa amal yo'q. Yaxshi, endi boshlaymiz. Sınba çıksa posma. Oy, ben çıkılıp gittim. Tamamlaştıralım, kaydı xilapmamı demek qarab turadi mi?
Selamlar, Sınba bilen onun dostları oltukta top oynavatıdı. Siyirtlanığa haber kılınlar. Top degen nime? Kalma. Çapsan, benim haber kıl. Ama kılıp topunu tatı olaylı. Tez. Simiz pas ver. Çapsan bu. Pas ver. Böyle simiz bu. Pas ver. Hopla. Top. Top. Mening topim. Ajab qilvotansizlar. Chopsanizda. Ne ketkendi? Qanadı. Oldu ızdım yolda. Toplu maymunlar hep gitti. Ben kördüm. Tosma. Ulan ben eski. Topunu kaydırıp versin. Hemmeni kalan Sınba. Topunu töle. Ben ulanın kendim var. Kırın neye var edik ki? Acep keyfimiz uçadı. Şundak köngülük oynavatattık. Kumparla. Endi biz qanday qilamiz? Amal qilib topimni akab bersizlar. Xotirjam bo'l, chuqur akab beramiz. Shundoq osonmi? Gapim gap. Nima qilyapsizlar? Buni qara, qiziqamsa, ha? Nemish qiziqaman, aytdi bir topgango. Bu degan Sınba'nın dostunu topi. Sınba çoxum izlab keladi. Akila bir ko'rib baqay. Meni ahmoq chaqlavatamsa, lazım bo'lsa bir narsaga tegishayli. Yo'q, bo'lmaydi. Yolmas alilari olmaydi. Uni qatsam xat bo'ladi. Shuna bilan yana meni falokat bosadi. Undaq bo'lsa deganda qanday qilamiz, ha? Agar xohlasang, topni ularga qaytarib. Men Yolmas alilardan so'rab baqay. Alileri. Neymiş? Bu qatim men alileri, men mukofotlanishim kerak. Mukofotlanishim kerak neymiş qa? Ajab gaplarni tutamayotganligu. Mening aql-parastim bilan Sınbani tutalaydigan bo'ldim. Maymunlar keldi. Ko'zingni yo'qol. Alileri maymunlar keldi. Sınbani qandoq tutamiz? Maymunlar Sınba'nın dostunu topunu elevaptı. Sınba çıkıp topunu izlep geliyordu. Endi koşurgenlar. Ko'rganlar, mana shundoq deyishga petindingmi? Ko'zimdan yo'qol. Mening musha og'zimni zahab. Endi undaq gap qilmayman. Kechirsinlar alileri. Sınbani tutish uchun buningda yaxshi fursat bo'lmaydi. Yaxshi fursat. Topni menga beringlar. Bizni obda mukofotlab bo'lmasa bermaymiz, ha? Nima? Gapimga qarshi chiqyapsan. Chopsan topni berish. Keletsanda mukofot deb berishga ma'qul bo'lgan. Shundoq ular topni ming chaparda qolishiribdi. Shunga men bo'pti. Bu qitim mayli deb turay. Ularga yeydigan narsa va. Ma gap bo'ldi. Aslash qanday? Topni beraymi? Topni ber. Ala. Gapanda tursan hamsa? Yeydigan narsa.
Yeni kalesiniz. Yoklaş. Hep toxtab dur. Biz topni tatib olayli. Qandaq tatib olamiz? Biz sirkonga tenkilenmeymiz. Shundoq, u bek yomon. Ems qandaq qilamiz? Qaramliq qilmay, pem bilan ish qilayli. Pem bilan? Shunda qilmay bo'lmaydi. Ne bo'ldi? Amal topdim. Bizga nima ish qilib Sizlar bek chaqqan. Bu ishni faqat sizlar qila olaysizlar. To'g'ri. Falokat bastı endi. Amisa jinimizni tiktok. Simiz. Senmi bor bulamda? Ona degani to'g'ri. Men bu boray. Bo'ldi, amsa. Xo'sh. Xo'sh, amsa. To'xta. Ey, mushkinimizda yo'l ostida erishamdiq. Bir qach ichib uxlaydi. Kichkina mishkina qoqqidek yeri yo'q. Sizlar turib turinglar, men birga berib ularni qo'g'dayman. Sىنبا, paxas bo'linglar, sizlarga utuq tilayman. Ansirmanglar, sizlarni paxas bo'linglar. Moqchikanda? Qaraysa. Sen maqsading. Yo'q. To'g'ri. Sen bu topni qo'ytirib, Yo'lbos uxlab qopdi. Hergiz tevish chiqolmanglar. Chiqinglar, bilib beringlar, men sizlarni qo'g'dayman. Ma'qul. Sen de olsun kuyruğudaki tüklerini tat. Uçağı sen.
Ketmey dur, beni sağlam dur. Nima da qilaman? Voy. Benim topum. Sìnba kamu ngeliat kazandı. Kazandı. Biz qaytib keldik. Qandaq, oңышлык болдымы? Oңushlik bo'ldi. Yaxshi. Rahmat sana Simba. Sizlar xalq qutqarmay topimni qaytirib keldinglar. Rahmatni bu ikkisiga da men hech ish qilmadim. Rahmat do'stlar. Bu topqa men bak umroqdim. Qaytirib ekegininglarga rahmat. Simiz, bu gapcha topni ichini uncha marva aytmam nima? Simba deganing to'g'ri ekan. Serkonga aql bilan taqobil tursak bo'g'di. Sinba bilan uning do'stlari yana g'alaba qildi. Sinba aql parasat ham jismoniy kuchdan yana qanday foydalanadi? Buni keyingi qismdan ko'ringlar.